Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz ravoj haqida. Ravoj tarondoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlikdir. Ravojdan xalq o'tmishdan buyon foydalanib kelishgan. Aholi o'rtasida chukri, chuhra, tuya yaproq nomlari bor. O'zbekistonda 9 turi uchraydi. Ravoj barglari keng, yilqi-bo'g'izsimon tarqalgan. Bo'yi 1 metrgacha. Ildiz poyasi yo'g'on, ko'p boshli sertarmoq. Gullari sarg'ish rangga ruvaqqa to'plangan. Buyuk tabib Ibn Sino ravoj o'simligi bilan chechak va qizamiq kasalliklarini davolagan. Ibn Sino fikriga ko'ra, ravoj bachadondan qon ketayotganda, astma kasalligida, ichak yallig'lanishida, buyrak, qovuq kasalliklarida ancha naf beradi deb aytgan. Ravojdan damlama tayyorlash uchun 20 gram miqdordagi to'g'ralgan ravoj ildizlari ustiga 200 ml qaynoq suv quyib 15 daqiqa qaynatiladi. So'ng sovguncha damlab qo'yiladi va suzib olinadi. Katta kishilar 1-2 osh qoshiqdan 3-4 mahal ichishadi. Demak, bu damlama ishtaha ochadigan, o't haydaydigan, ishni yumshatadigan surgi vositasi sifatida ichiladi. Allergiyasi bor insonlar bundan mustasno. Azizlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz bundan mamnun bo'lamiz.